Yosh millioner ovqat yetkazib berish ilovasi orqali $100 premium mol go'shti ramyonini buyurtma qiladi. Buyurtma kelganda u lapshani kovlab, sho'rva ichida atiga bittagina kichkina mol go'shti bo'lagini topadi. U darhol restoranga shikoyat qilish uchun qo'ng'iroq qiladi. Egasi xotirjamlik bilan bu mol go'shti to'g'rimi, menyuda aytilganidek deb aytadi va bu javob uni rosa jahlanni chiqaradi. Erkak telefonni qo'yadi, do'konga tushib, yarim kilo mol go'shti sotib oladi va uni lapshaga soladi. Keyin u rasmga olib restoranning onlayn kommentariya bo'limiga joylashtiradi va bu yerning egasi ajoyib inson ekan, muomalasi va mol go'shtidan juda ko'p qo'yishar ekan. Men bu joyni tanlash to'g'ri qaror ekanini bildim deb yozadi. Keyin buyurtmalar ko'payadi, lekin bir necha kundan so'ng restoran shikoyatlar bilan to'ladi. Yomon baholar oladi va oxirida yetkazib berish ilovasidan olib tashlanadi. Boshqa safar o'sha odam bankomatdan naqd pul yechmoqchi bo'ladi, lekin omadsizlik sabab bankomat muzlab qoladi va $1 ham ololmaydi. Shunda u bank servis xodimlariga qo'ng'iroq qiladi. Shunda ular u odamdan uzr so'rab, bugun qilolmasligini va ertagacha kutishini aytishadi. Shunda unga bir g'oya keladi. U bankka yana qo'ng'iroq qilib, "Salom, bankomatingizdan foydalanganimda tasodifan menga $2000 ortiqcha berdi" deb aytadi. So'zlari tugamasidan 5 daqiqa o'tib ta'mirchi yetib keladi. Bankomat o'sha zahoti tuzatiladi. Xulosa, ba'zi holatlarda asabiylashmasdan shunchaki voqealarga tez va oqilona javob bering. Shu kabi foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling.